Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet Xitoyning Sharqi Turkistondagi bir qator ig'ir kishilik huquq dafsandichiligidan andisha qilayotganligini aytdi. Bachelet Birleşken Devletler Teşkilatı Cenva ishxonasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 2021-yillik xizmatlari haqida to'xtaldi. Dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida savollarga javob bergan Bachelet yana Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi haqida to'xtaldi. Bachelet mundaq dedi: "Albatta, biz Sharqi Turkistonda yuz berayotgan bir qator ig'ir kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi dokladlarga davomli ko'ngil bilamiz. Bu dokladlar har xil manbalardan kelgan, ammo bizning odatimizga mos holda guruhimiz bu masalalarda topshirib olgan materiallarni dalillashga tirishyapti." Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari ishxonasi vakillar o'mikining Xitoy doiralari bilan davomli bu rayonni ziyorat qilish to'g'risida muzokara elib berayotganligini aytgan Bachelet, Xitoy virusining buningga to'salg'i ekanligini tilga oldi. Birleşken Devletler Teşkilatı vakillar o'mikining 2021-yili 1-faslda Uyg'ur avtonom rayonini ziyorat qiladiganligini bayon qilgan Bachelet, vakillar o'mikining Xitoy doiralari bilan ko'rishib, bu rayonni ziyorat qilish uchun tayyorlik qiladiganligini aytdi. Uyghur ve Sharqi Turkistonda yashaydigan boshqa musulmon millatlarning kompyuter programmasi vasitasi orqali Xitoy tarafidan ixtiyoriy va xohlagancha tanlanib qo'lga ilinganligi o'tirg'a qo'yildi. Eng yangi dokladda bu kompyuter programmasining Sharqi Turkistonning ko'cha-ko'ylariga o'rnatilgan bexatarlik kamerasiga ulangan sun'iy idrok usuli bilan mashg'ulot qilinganligi va gumonli harakat qilganlarning mushu usulda bayqalganligi bayon qilingan. Amerikaga joylashgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Sharqi Turkistondagi 2000 dan ortiq kishining Qirg'iziston chegarasidagi Oqsu viloyatida kompyuter programmasi orqali qo'lga ilinganligini va bu sonliq ma'lumotlarning Xitoy soqchilarining dokladini oshkorlash natijasida qo'lga keltirganligini e'lon qildi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu dokladning 2016-yildan 2018-yilgacha bo'lgan mezgilga oid uchurlar bilan ta'minlaganligini, ilgari ismini oshkorlamagan manbadan unsin xotirasi ilinganligini e'lon qildi. Mazkur tashkilotning xabariga qaraganda, Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni xohlagancha qo'lga ilish va tutib turish, kameralardan sonliq ma'lumotga erishish orqali birlashma mashg'ulot subsi nomli programma orqali ilib berildi ekan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Ruqiya Turdush xonim, Xitoyning Sharqi Turkistonda 1200 dan ortiq yig'ilish lagerlari borligini, buning turma va boshqa tutib turish o'rinlarini o'z ichiga olmaydiganligini, xalqaro jamiyatning buningga asosan Sharqi Turkistonda 3 million atrofida Uyg'ur va boshqa musulmon tutib turilyotidi deb yakun chiqarganligini bildirdi. Ruqiya Turdush xonim, lekin bu kishilar haqida bir tizimlik yo'qligini, o'tgan yili oshkorlangan qaraqash hujjatlari bilan bu qatim kishilik huquq kuzatish tashkiloti erishgan 2000 kishilik tizimlikning Xitoyning jinoyatini fosh qilish uchun intayin muhim ekanligini ta'kidladi. U bu tizimlikdagi kishilarning asosan diniy e'tiqodi va millati sababli tutilganligini, shuning uchun bu tizimlikning Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligining isboti ekanligini ta'kidladi. Xitoy Avstraliyadan import qilingan bir qism mahsulotlarni cheklagandan keyin Avstraliya bu qatam Xitoyga qattiq inkas qaytardi. Avstraliya savdo ministri Birmingham Xitoyni erkin savdo kelishimiga xiloflik qilish bilan aybladi. Xitoyning yaqinqi mezgillarda Avstraliyadan oshliq, go'sht, uzum arqi va yog'och qatorliqlarni o'z ichiga olgan mahsulotlarga bo'lgan cheklamasi Canberra noroziligini qo'zg'adi. Avstraliya savdo ministri Simon Birmingham 9-dekabr Avstraliya Federatsiya parlamentining kengash palatasiga mundaq dedi: Xitoy Avstraliyaning eksportiga qarshi bir qator buzg'unchilik va cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yish orqali Xitoy Avstraliya erkin savdo kelishimiga xiloflik qilganligini va Dunyo savdo tashkilotining bir a'zosi bo'lish sifati bilan mas'uliyatini ado qilmaganligini aytdi. Egilenishicha, Xitoy jami 105 appni qonunsiz deb bahona qilib, ko'chma app do'konidan o'chirayotgan. Xitoy tor boshlig'i idorasi e'lon qilgan bayonotda dunyoga dangliq sayohat subsidiarvisorni o'z ichiga olgan 105 yumshoq detalni ko'chma qo'llanishchan programmalar do'konidan chiqarib etganligi, buning mavhum muhitni tozalash doirasida ilib berilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoyda cheklangan qo'llanishchan programmalar ichida Google, Spotify, Facebook, Skype, WhatsApp, YouTube, Telegram, Blogger, Netflix qatorliq applar bor ekan.
Iroq Xitoy Jinhua neft shirkati bilan milliard dollarlik to'xtam imzolashga tayyorlik qilmoqda. Bloomberg'ning xabar qilishicha, neft eksportiga mas'ul Iroq organi Somo neft shirkatlarining taklifini baholagandan keyin bu savdo uchun Jinhuani tanlagan. Uzundan buyon naqd pul kamchil bo'lgan Iroqning uzun muddatlik neft bilan ta'minlash badliga Beijingdan naqd pul topshirib olganligi bildirildi. Bu Xitoyning kontrolligida banka va shirkatlarning Angola, Venezuela va Ekvador qatorliq ojiz neft ishlab chiqaruvchi davlatlarni qo'llashining eng yangi misoli bo'lib qoldi.